Xo'p, sizlar bilan ATF'ning ikkinchi nazariy qismi, ya'ni fotosintez haqida gaplashamiz. Undan oldin hujadan oziqlanish bo'yicha ozroq ma'lumot beramiz. Hujalar ikki xil usulda oziqlanadi. Avtotov usulda oziqlanadi, geterotov usulda oziqlanadi. Avtotov oziqlanish nima degani? O'z ozuqasini o'zi hosil qiladiganlar bular avtotovlar deb ataladi. Masalan, o'simliklar o'z ozuqasini o'zi hosil qiladi. O'z ozuqasini boshqa organizmlar hisobiga, boshqa organizmlardagi energiya hisobiga o'zini faoliyatini yuritadigan organizmlar esa geterotrof organizmlar deb ataladi. Masalan, hayvonlar boshqa hayvonni yoki boshqa narsalarni yoki o'simliklarni yeyish hisobiga ulardagi energiyani o'ziga olib, o'z hayot faoliyatini davom ettiradi. Avtotroflar ikki xil bo'ladi: fototrof va xematotrof. Fototrof degani bu nima degani? Fototrof o'sha o'z ozuqasini o'zi hosil qilishida quyosh energiyasidan foydalansa, bular fototroflar deyiladi. Ularga lishaynik, barcha o'simliklar, deyarli barcha o'simlik, ya'ni parazit o'simliklardan tashqari va hasharot bilan oziqlanadigan o'simliklardan tashqari qolgan hamma o'simliklar va ayrim hayvonlar, masalan, volvox yoki bo'lmasa yashil yigilna kabi hayvonlar, bular fototrof organizmlar hisoblanadi. Xematotrof degani bular o'sha o'z ozuqasini o'zi hosil qilish davomida quyosh energiyasidan emas, balki kimyoviy energiyadan, ya'ni boshqa moddalarni parchalanish hisobidan hosil bo'lgan energiyadan foydalansa, bular xematotroflar deb atalar ekan. Xo'p, shundan birinchi biz fotosintez haqida gaplashadigan bo'lsak, fotosintez bu o'zi nima degani? Quyosh energiyasi hisobiga suv va karbon dioksiddan glyukoza, ya'ni organik moddaning hosil bo'lishi jarayoni bu fotosintez deb ataladi. Uning ikkita bosqichi bor. Yorug'lik bosqichi bo'ladi va qorong'ulik bosqichi bo'ladi. Nima uchun bular yorug'lik, qorong'ulik deyilgan? Chunki mana birinchi bosqichi, yorug'lik bosqichiga quyosh nuri kerak. Ya'ni yorug'lik kerak bo'lgani uchun bu yorug'lik bosqichi deyiladi. Ammo qorong'ulik bosqichiga esa quyosh energiyasi kerak emas. Shuning uchun bu qorong'ulik bosqichi deyiladi. Ko'pchilikda xato fikr bor, ya'ni yorug'lik bosqichi kunduzi, qorong'ulik bosqichi kechasi amalga oshadi deydi. Aslida bular xato fikr. Ya'ni yorug'lik ham, qorong'ulik ham kunduzi amalga oshishi mumkin. Ya'ni yorug' vaqtda amalga oshishi mumkin. Faqatgina bu qorong'ulik deyishiga sabab, bu qorong'ulik bosqichiga yorug'lik kerak emas. Shuning uchun bu qorong'ulik bosqichi deyiladi. Xo'p, birinchi yorug'lik bosqichi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yorug'lik bosqichi o'simliklarning barglaridagi xloroplastlarning tilakoid deb ataladigan qismda amalga oshadi. Bunda nima bo'ladi? Bunda birinchi suv parchalanadi. Ya'ni suvning quyosh nurasida parchalanishi, mana yorug'lik aslida suvning dissotsiyalanishi, ya'ni parchalanishi fotoliz deyiladi. Mana suv parchalanyapti vodorodga va OH ionlariga parchalanyapti. Hosil bo'lgan vodorod organik modda tashkil etuvchi modda, ya'ni NADH ga birikadi. NADH ga birikadida NADH hosil qiladi. Vodorod ketdi, NADH hosil qildi. OH'lar esa bu o'z elektronini boshqa xlorofil molekulasiga beradi-da, o'zi erkin valentlikka aylanadi va 4 ta OH'lar o'zaro birikib 1 mol kislorod va 2 mol suvni hosil qiladi. Bu ikkita bo'ldi, ikkita bosqich amalga oshdi. Undan keyingi bosqich ATF hosil bo'ladi. Ya'ni ADF ga fosfat birikib, ATF va suv hosil bo'ladi. Bu ham yorug'lik bosqichida. Mana bu ATF ning hosil bo'lishida mana bunga energiya ketadi, ya'ni fosfat bilan ADF ni biriktirish uchun energiya ketadi 40 kilojoul. Shu energiyani biza, ya'ni odamlar oziq moddalar, yegan ovqatimizdan ajralib chiqqan energiya hisobiga bu ikkalasini bir-biriga yopishtirib ATF hosil qiladi. O'simliklar esa bu oziqlanmaydi-ku ular, ya'ni bizga o'xshab tayyor ozuqani qabul qilmaydi-ku. Ular shuning uchun quyoshdan issiqlik energiyasi, ya'ni quyoshdan energiyani olib, mana shu ikkalasini bir-biriga biriktirishga sarflaydi va ATF hosil qiladi. Bu ancha samarali usul bo'lib, ya'ni bizani, ya'ni o'z mitoxondriyasida, masalan, o'simlikda o'zini mitoxondriyasida nisbatan 30 marta ko'p ATF hosil qila oladi bu quyosh energiyasi hisobiga. Sizlarga testda savol keladi. Masalan, o'simlik xloroplastlarida 1 mol ATF hosil bo'lgan bo'lsa, o'simlik mitoxondriyasida 1 mol ATF hosil bo'lgan bo'lsa, xloroplastlarda necha mol ATF hosil bo'ldi desa, 30 mol deysizlar. Ya'ni har doim xloroplastlarda mitoxondriyaga nisbatan 30 barobar ko'p nima hosil bo'ladi? ATF hosil bo'ladi. Fotosintezning qorong'ulik bosqichiga keladigan bo'lsak, fotosintezning qorong'ulik bosqichi bu qayerda? Ya'ni o'sha xloroplastlarning stroma deb ataladigan qismida amalga oshadi. Bu qorong'ulik bosqichiga qaysi mahsulotlar o'tadi? Mana bu kislorod erkin molekula sifatida tashqariga chiqib ketadi.
mana bu yerdan ATF o'tadi. ATF o'tadi, mana bu yerdan NADEF hash o'tadi. Mana NADEF hash va ATF o'tdi. Va o'simlik barg yog'ochlar orqali havodan karbon dioksid gazini qabul qiladi. Va mana shu karbon dioksid bilan mana bu vodorodni biriktirishga 18 ta ATF ketadi. Ya'ni 6 mol karbon dioksid bilan 24 ta vodorodni biriktirish jarayoniga 18 ATF ketadi va mana shu ikkala molekula birikib bizga glyukozani hosil qilib beradi. NADEFni o'zi alohida chiqadi. Mana bu ATF parchalangandan keyin 18 ta ADF va 18 ta fosfat chiqadi. Va bu ikkita molekulaning birikish jarayonida undan tashqari 6 mol suv molekulasi ham chiqar ekan. Bizga eng ko'p tushadigani mana bu. Ya'ni 1 mol glyukoza hosil bo'lish uchun 18 ta ATF ketyapti. 1 mol glyukoza hosil bo'lish uchun 6 karbon dioksid sarflanyapti. 1 mol glyukoza hosil bo'lish uchun 24 ta vodorod kerak bo'ladi ekan. Mana shular tushadi bizga. Shuning uchun eng muhim fotosintez reaksiyasi mana shu. Shuni yodlab olsanglar, deyarli hech qanaqa ATFda xato qilmaysizlar.